Hammaga yaxshi kayfiyat. Xulosa bize yana bir obyektimizda 9 oxirida obyektimizdamiz. Bu yerda xudo xolosa otashenta ishlari, gipsokardon ishlari, malyarka ishlari, lestnitsalar bilan ishlaganmiz. Xudo xolosa bir eshiklar bizniki emas, mebellar. Xudo xolosa bir qator ko'rsatib o'tamiz. Toshni hammasini bitganidan keyin bir video obzor etamiz. Eğer kulağımızda birinci etajımız, ikinci etaja çıkmamız hazır. İkinci etajları. İkinci etaj klasik variantda ishlangan. Şimdi malik. Şimdi ishlangan yine. Toshentalar bo'lgan. Hava yerlar, marashasi elektrik ishlar ham bitgan. Podlyustrana deydi. Basır kotumuz kelenkeler bilen. Yanında zal kısmı. İkinci etajda. Bakılasa. Hemen çotki olup çıktı. To'liq video obzorini bitgandan keyin qo'yamiz, xudo xolasa. Polni döşəştirib perdələrini ilgandan keyin.